Harfimiz K harfi ekan. O'zbek tilida K, arab tilida kaf harfi. Kaf. Arablar uni ko'rsa kaf deydi, o'zbeklar K deydi. Yozilishi L ga o'xshab ketadi. Endi bu harf alif bilan B uyg'unligida yasaladi. Alif B. Bu tarafi yumkin 2 katay, 1,5 katay, tepa ham 1,5 2 katay. Ixtiyoringiz. Alif bilan B takrorlaydi. Xo'sh, mana predlot bu narsa kitob. Bu kitob degani. Kitob o'zbek tilida ham kitob. Endi bitta, ikkita, uchta turibdi. Bu endi kitoblar deyiladi. Bizda kitoblar qo'shib qo'yiladi demakki. Arablarda shuni kutub deydi. O'zbeklar ham kutub deb ishlatadi kitob ko'pligini. Qayerda ishlatadi desangiz, kutubxona deydi. Kutub mana arab yozilyapti. Kutub xonani qo'shib qo'yadi xolos. Ya'ni kitoblar turadigan xona. Ya'ni kitoblar xonasi bo'ladi. Kalb kuchuk it, ya'ni kalb it. Katakit katakit jo'jalar. Kitob kitob, kutub kitoblar, kalb it, katakit jo'jalar, laka senda bor, kataba yozdi. Li menda bor edi, lana bizda bor edi, laka senda bor. Mana so'zlarni yozib qo'ydim. Laka katakit. Senda katakitlar bor. Katakit nima degani edi? Jo'jalar. Xo'sh, bu yerda Y harfi cho'zig'i bo'lyapti. Yana qaysi harf? Alif harfi. Laka katakit. Senda jo'jalar bor. Laka bulbul. Senda bulbul bor. Lali kalb. Bu nima degani? Lali kalb. La yo'q degani. Li menda bor. Kalbchi it. Lali kalb. La'ni olib tashlasham shu yerdan. Li kalb desam menda it bor. Endi lali kalb desam menda it yo'q bo'lib qoladi. Misol uchun li bayt menda uy bor. Lali bayt menda uy yo'q. Li bulbul menda bulbul bor. Lali bulbul menda bulbul yo'q. Lali katakit menda jo'jalar yo'q. Shu uslubda yasalanadi.